Toshkent shahri Yangi Hayot tumani Jaloir mahalla fuqarolar yig'ini Food City'ga shunday yaqinda Toshkent shahriga kirgan 5 sotix, eniga 12 metr, uzunasiga 42 metr bo'lgan hovlimiz sotilyapti. Arzon narxda kanalida 51 ming dollarga egasini nomidan ko'rsatamiz. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Mana shu tomondan piyoda kirish joyi bo'ladigan bo'lsa, 3 xonali uy, bunaqasiga 12 metr, uzunasiga 42 metr, 5 sotixli joyimiz 51 ming dollarga sotib yuborilyapti. Yashab turishga sal oldin qurilgan hovlimiz ham bor. Mana kirgan joyimizda o'ng qo'lda kattakon ota-onalar yotoqxonasi. Mebel texnika o'zlaringiz gaplashib olasizlar, prama egalarni o'rnidan qo'yamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, yashab turibdi hozir o'zlari. Bu yerda mana oshxonasi. Bu yer hisobida sotilayotgan hovli hisoblanadi. Atrofidagi qo'shni mahallalarda sotig'ini 15 ming dollardan so'rab turishibdi ekan. Mahallamiz tupik ko'cha hisoblanadi. Bolalar xavfsizligi uchun juda yaxshi bu. Mashina qatnovi yo'q darajada degani. Asfalt qilingan. Juda yaxshi mahalla, tinch mahalla ekan. Akatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Mana Toshloq mahallasi, 4-maktab shunday yonida ekan. Bu tarafda ham yana maktab bor. Bu tarafda eng yaqini mana Food City bozori, bozoriga tushmoqchi bo'lganlar uchun mana katta qo'yliq bozori, mana Hojimurod akaning qurayotgan bozor ham juda yaqin. Bilasizlar, bu tarafda domlar tushib, o'zi yaxshigina narxda sotilyapti. Bu tarafimiz mana qo'yliq bozori. Yo metro ketgan. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda mana. Endi puliga nisbatan juda zo'r. Toshkent shahriga kirganiga ko'p bo'lmadi. Narxi 51 ming dollar faqat naqdga sotilinadi. Pul zarurat yuzasidan sotilyapti ekan. Toshkent shahri Yangi Hayot tumani Jaloir mahalla fuqarolar yig'ini. Toshloq ko'cha deyiladi. Gazida, elektrida, suvda muammo yo'q ekan. Egalarning aytishi bo'yicha maktab, bog'cha yaqin ekan. Food City'ga 2 km, Betonkaga 1 km. Pastdan nomerga aloqa chiqaring, prama egalari.